Alma qurtuna gullar, gultajbarliklar to'kilgandan keyin alma qurtining dayrsini boshlasa bo'ladi. 1 tonna suvga 400 gram karagen, 200 gramdan 400 gramgacha karagen ishlatiladi. Uga qo'shimcha parsha kasalligi, qo'tir bodam tushgan buni. Shuga qo'shimcha vistrobi yoki original dorilar, strobilar 1 tonna suvga 200 gram ishlatiladi. Qo'shimcha shirinja, shiralarga qarshi 1 tonna suvga 800 gram atrofida asetamiprid tarkibli mospilan, viospilan kabi dorilar ishlatiladi. Keyingi videolarimiz hozir alma haqida bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarimiz shaptali, yirik, shu o'xshash danakli mevalar haqida bo'ladi. Bundan tashqari uzum haqida ham video qilamiz, xudo xolasa.